Bu videoda menga eng ko'p beriladigan 3 ta savolga javob beraman. Birinchisi, men avval ingliz tilini o'qimaganman, noldan boshlab o'rganib bilamanmi? Albatta o'rganib bilasiz. Hozir ingliz tilini dim yaxshi biladiganlar ham bir vaqtlar ingliz tilini noldan boshlagan. Muhimi to'g'ri metodika, to'g'ri strategiya va muntazamlik. Ikkinchi savol, men hozir ingliz tilini boshlasam, qancha vaqtda gapirib bilaman? Bu savolga shaxsiy javobim siz qancha vaqt ajratishingiz bog'liq. Ya'ni yetarlicha vaqt ajratadigan bo'lsangiz va muntazam ingliz tili bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, albatta natijaga qisqa muddatda erishasiz. Odatda 1-2 oy tayyorlangan o'quvchilar o'zining fikrini erkin bayon qilib biladilar. Shaxsan o'zimning o'quvchilarim ikkinchi darsdanoq o'zi va oilasi haqida yetarlicha ma'lumot berib biladilar. Uchinchi savol, qisqa muddatda sertifikat darajasinacha ingliz tilini nerda o'rgansam bo'ladi deb ko'pchilik savol beradi. Albatta Arastu o'quv markazida. 1-iyundan noldan boshlab tayyorlanajaklar uchun yangi guruh ochilayotir. Agar sizga ko'proq ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa yoki bizning kurslarimizga qiziqish bildiradigan bo'lsangiz, kommentariyaga kurs deb yozing, o'zim batafsil ma'lumotni yuborib qo'yaman.